Salom do'stlar. Yana men sizlar bilan Arti 2 bu safar hayvonga aylanish modini o'tamiz. Ularni yuklashni ham oxirida o'rgatib ketaman. Musahat qilmayotganlar mana ko'ringlar. Jonsda ham hayvonga aylansa bo'ladi. Hey. Do'stlar, mana kirdik. Mana hayvonga aylanish shuni. Yana to'ychani qaranglar. Chiroyliligini qaranglar, eng qizig'i. Mana yangi hayda qishloqlar ham qo'shiladi. Mana otga bunday qizak mana. Hozir ot bunday. Bu hayda rangli ot ekan. Bunga aylanib bo'lmaydi. Ming afsuski. Xohlagan boshqa narsaga aylansangiz bo'ladi lekin. Liboy narsaga aylana olamiz, faqat tashga aylanamiz ekan. Mana masalan, do'mbamash bir baloga aylanishimiz mumkin. Mana bosib turasizlar xolos buni. Boshqa narsa qilmaysizlar. Bunday. Mana kichi. Hozir anaga aylanishdi urinamiz yana. Ko'rdinglarmi? Uchadigan ot. Mana uchsagan bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, mana otga aylanib uchib ketyapman. Mana. Xullas zo'r modda. Bu otlar modlardan qo'shiladi. Oxirida modlarni o'rgatib ketaman. Tepaga bunday qilsanglar, ular ham tepaga ko'tarilaveradi. Mana. Osmonga uchib ketaveradi. Ko'ryapsiz mana. Bunday qilsak uchib ketamiz. Mana ot ustiga chiqamiz. Mana yerda ham yuraveramiz bemalol. Rost tez yuradi. Ko'ryapsizlar. Uchadigan ot jonimdek ashib o'tiribdi. Yana xohlagan narsalarga aylansanglar bo'ladi. Mana bu turib bor. Ko'rdinglar, mana faqatgina bosib turish kerak xolos. Oldiga borib turib bosib tursak mana aylanib qolamiz. Ko'rdinglar do'stlar, bu yangi modimiz. Endi mana hamma modlarni ko'rsatib ketdim, jonsiz qilib olamiz. Mana kirsak mana shunaqa hali sayyoraga uchadigan mod ham bor. Rasm chizadigan mod, hammasi. Minecraft hayda yuklamoqchi bo'lganlarga o'rgatib ketaman. Minecraft yuklashni o'rgataman birato'la. Mana tuxumlar. Tuxumlarga ham sal yangi narsalar qo'shiladi. Kompyuter, mototsikl mana. Hozir mana uchib beraman. Oyga chiqamiz keyin. Oxiriga tushamiz. Har xil kiyimlar keyin.
Hozir uchadigan ekan. Tayga bosib uchadi. Shuni bo'lmasam tushish qiyin ketadi. Mana do'stlar, hozir bu mototsiklni minib ko'ramiz. Mana ketdi. Odam ko'rinmaydi. Odam buni ham ichiga kira olaveradi. Mana shu aylanish mumkin. Hamma yo'q mana masalan. Bunga kirish kerak. Kiramiz. İyi, şunu yapıyor. Hazır. Dostlar, bunusunu fakat endi keyingi hayındaki uçurlayımız raketani. Bu sefer uçuramiz lekin. Fakat benim videolarımı görüyorlar. +2. Görüyorsunuz, acayip modlarını öğreteceğim. Modlarını kayıtlarsan yüklep alıştığımı öğreteceğim. +2 kanal kullanasılar. Yapacağımız video alış için gerek şular. Like esilerden çıkmasın fakat yine de acayip videolar göstereyim. Fakat Minecraft, Roblox hamma oyunlarım var. Hammasini bir çekede oynab o'taman. Qo'rqinchli modli holi diyorlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Qo'rqinchli video qilinglar deb. Ashunda bitta qo'rqinchli video qo'yib sizlarga ham ko'rsataman. Hozir sherigim yo'q edi, shuning uchun bitta o'zim o'ynashga qaror qilyapman. Sherigim hali beri kelmaydi endi. Mana ko'rdinglar. Demak, bo'pti do'stlar, hayır. Yana ko'rishguncha like ishdan chiqmasin. Kommentariy yozib qo'yasizlar qo'rqinchli modlar deb. Modlarni rasmini ham tashlab qo'yaman kommentariyaga mod saqlab qolish deb. +2 deb yozib olsanglar modimni kanaliga ulab qo'yaman sizlarni. Shundan keyin hamma oldin chiqarayotgan videolarimni sizlar ham ko'rishinglar mumkin. Shundan keyin like ishdan chiqmasin. Kommentariyaga yozib qo'yamiz. Hayır.